Ona o'lgan bo'ldi, ketdi. Tut qilyapti o'sha apparatda. Bola yuragi uryapti-da. Shifokorlarimizni qaramaydi patsientga, e'tibor bermaydi, pulni yaxshi ko'radi, pul bersa qaraydi, bo'lmasa qaramaydi deyshadi. Bugungi aytib beradigan meni o'sha boshimdan o'tgan hikoyachamni Xudo xolisa o'sha vrachlarga bag'ishlayman. Jonkuyar, o'zini ishini ustasi, jonini berib ishlayveradigan vrachlar uchun bu postni tayyorlagim keldi. Birinchi Go'rmayinsada 2021-yilda o'sha dejurniy vrach bo'lib ishlaganman. Soat ertalab 7da Skorida homilador ayolni olib kelindi. Skori shunda o'zida xonasini eshigini shunda tagida to'xtaydi. Olib kelindi, ovozi eshitiladi, sirena bilan keladi, bilasiz, Skori. Keyin zudlik bilan u homilador ayol reanimatsiya bo'limiga, jonlantirish bo'limiga olib chiqib ketildi. Bizga shunda vizib bo'ladi, srazi shu vrachlar, узкий specialistlar srazi уже reanimatsiyaga chiqib, o'sha kimni chaqirsa chiqib ko'rib beramiz. O'sha o'zim portativniy apparat uzudi bilan chiqdim 2021-yilda. Esimda, o'shanda chiqdim. Homilador ayolga zudlik bilan sekund, daqiqalar ichida tezlik bilan ko'rishim kerak. Reanimatologlar hammaligisi jonlantirish bo'limida shu yordam berishyapti-da o'sha homilador ayolga. Homilador ayolning hamma yog'i butun, bus-butun, tanasi. Faqat boshidan katta latlagan. Surishtirishim bo'yicha avariya bo'lgan ekan. Ertalab nonga chiqqan, yo'l yuzasiga o'tgan. Yo'l yuzasidan bu yoqqa qaytib o'tayotganda mashina urib otib yuborganda homilador ayol. Boshidan katta jarohat yegan, boshida qon ketib, ichiga miyaga qon talashli yig'ilib. Vrachlar shunaqa yuguryapti, ishoning. Shunaqa harakat qilyapti. Tanishmas begona